Agar homilam kattalashib borsa, keyin nima qilaman Nigina? Nima deding? Nima deding? Hozir o'zing gapiryapti, eshitdingmi? Kechiring. Ming la'nat sendagi qizga. Seni shu miltaga tashlaganmidek? Sen bugun meni tiriklayin yerga ko'mding, o'ldirding. O'zingiz bosing. Menga kimdir tushuntirib beradi. Qizing homilador ekan. Seni esa xabaring yo'q. Nima? Dadasi. Dadasi tuzimisiz? Dadasi. Dadasi. Bugun anu yigitning onasi menga qo'ng'iroq qildi. Nima dedi? Ertaga oqqurar qilib bir haftaning ichida to'yni o'tkazib yuboraylik deyapti. Nima deysiz? Xo'p de. Faqat oqqularni to'yni bizning uyimizda emas, sening uyda qilaring. Men Nigorani yuzini ham ko'rish istamayman. Dadasi, qo'ying. Unday demang. Peshonamizda shukunlar ham bor ekan endi. Axir qizimizga oq fotiha bermaymizmi? Seni fathan yetadi. Men unga hech qanaqa fatha bermayman. Meni yuzimni yerga qaratdi. Iltimos onasi. Agar meni sog' yurishimni istasang, bu mavzuni boshqa ochma. Gapimni ham ikki qilma. Seningga meni mazasi yo'q deb qo'yarsan. Marosimlarning hammasini o'sha yerda o'tkazinglar. Tushunarlimi? Yo'q, dadajon. Meni kechiring. Iltimos, dadajon, to'g'ri yerga qaratdim. Iltimos, kechiring, dadajon. Mayli, so'king, dadajon, roziman. Lekin kechiring, dadajon, iltimos. Dada, kechiring. Unaqa qilib kelamakka majbur qilmang. Dadajon, iltimos. Qoch, yo'limni to'sma. Dada! Oyi, siz kechiring. Iltimos, oyijon. Meni kechiring, dadamga ham ayting. Iltimos, jon oyijon. Kechiring, oq fotiha berib yuborsinlar, onajon. Kechiring. Ona sifatida men kechirishim mumkin.